Komadaga kirib ketdimmi? Mana shu oxir, mana shu bo'lmagan ish. Boramiz miting ko'tarsak, biz qanaqa qilib miting ko'taryapmiz? O'zimizni haqqimizni talab qilyapmiz. Yotib yerda yotib umrimiz o'tdi. 23 ming topgan pulimizni shunaqa nima qilsa, odamlar shu o'rniga qo'ysin bizni. Yaqinda pichoqboz bo'lgan bir-birini o'ldirgan. Kim kuyinish kerak? Qanday qilib biz yuribmiz, boshimizni ko'tarib rahbar bo'lib hammamiz? Agar shu rahbarlar ongi o'zgarib, ichga kirib, jinoyatchilikni qisqartirmasa, xavfsiz bo'lmasa, odamlar bizga ishonmaydi, ergashmaydi yangi O'zbekistonga. Assalomu alaykum. Biz Bektemir tumani Iqbol mahalla turar joylaridan xaridorlarimiz, yig'ilgan odamlar hammamiz. Biz 2019, 2020, 2021 yil, turli xil yillarda 2023 yil to'laganlar ham bor oramizda. Ba'zi birlari hali ham qatlama holatda yotibdi, ba'zi birlari mana shunaqa to'liq bitmagan holda, ba'zi birlarining tomi yopilgan, lekin yashashga imkoniyati yo'q. Yonimizdan o'zimizni pul tashashib, o'sha kanalizatsiyalar uchun quvurlarni tushirdik. Xullas, quruvchi bugungi kunda hech qanaqa действие qilmayapti. Qurilish kompaniyasini bankrotstasi e'lon qilingan, u ham hali bizga aniq ma'lumotlar yetib kelmayapti, lekin quruvchi kompaniya o'zini hamma narsasini olib chiqib ketgan. Hozir biz kimga murojaat qilishimizni, nima qilishimizni bilmayapmiz. Shuncha xalq kelgan, yosh bolalar bor oramizda, nogiron insonlar bor. O'zingizga shunaqa manzilda, shunaqa joyda yashashni o'zingizga ravo ko'rarmidinglar? Hozir masjiddagi turgan odamlar astoydil jon-jonidan o'tib ketgan, yillab kvartiraga pul to'lab yurib, masjid shunaqa holatda bo'lsa ham yashashga majbur. Yashaymiz deb turibmiz. Kirib yashaymiz, remont qilganlar bor orasida. Umuman hali uyi yo'qlar bor. Hokimiyat, prezident administratsiyasi, qurilish vazirligi, turli xil vazirliklar, hattoki O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevga ham murojaat qilamiz. Iltimos, bizning muammomizni hal qilib bering. Men hozir bitta qizim Rossiyada sarson bo'lib yuribdi. O'g'il hozir migrantlarning bolasini maktabga olmayapti. Birinchi sinfga boradigan o'g'lim o'qimasdan uyda o'tiribdi. Nima qilishimizni bilmayapmiz hozir. Shuncha pulini 100% to'laganmiz. Bormagan joyimiz qolmadi, talab qilmagan joyimiz qolmadi. Qayerga borsak bizni aldab-suldab qulog'imizga lag'mon berib jo'natib yuborishyapti, lekin hech qanaqa rezultat yo'q. Nima qilishni bilmaymiz. Nima qilaylik? Kimga murojaat qilaylik? Bilmasam. Qizim Rossiyadan kela olmayapti. O'tirgani joyi yo'q, yashagani joyi yo'q. Bolasini maktabga bera olmaydi. Bitta bolasini bog'chaga bera olmaydi. O'zi ishlolmaydi. Nima qilishimiz kerakligini ham bilmay qoldik. Boshimiz qotib qolgan hozir. 23-yil bo'lish kerak edi. Bitish kerak edi bizning uyimiz 23-yil. Onam invalid, onam baxtli qolgan. Masjidda 24 beramiz deydi. O'shanga ukalarim yordam berib olib berishgan menga. Qani o'sha, qani. 23-yilda bitilgan uy bitgan yo'q hali. 22da yordam bilan olganman shu pul uyimga. Yordam bilan olganman, yordam bilan. Boshida 10.800 berganman. O'zim invalidman, onam invalid yotibdilar. O'shalarga qarab o'tiribman. Uyim joyim, o'g'lim uylantirishim kerak deb sho'tkalar ko'rib, qani komadaga kirib ketdimmi? Mana shu oxir, mana shu bo'lmagan ishni 3 kun 4 kunlab komada qolib ketdim. Bo'ldi, ana ketdim deb borishdi doktorlar ham. Insofinglar bo'lsa ozgina o'zinglar mazza qilib yeb ichib qo'shaloq uyda o'tiribsizlar, bu yerdagilar ham o'ylanglar iltimos. Xudodan qo'rqinglar, ozgina bormagan joyimiz qolmadi. Shunaqa prikazlar chiqaryaptilar. Hammani xalq uchun qilinglar deyapti. Xalqni norozi qilmanglar deyapti. Xalqqa qaranglar deyapti. Xalqning dardini eshitinglar deyapti. Lekin atrofidagilar hech qaysi xalqning dardini eshitmayapti. Xalqqa bir yaxshilik qilaylik degan odam yo'q. Kim bizni eshitadi? Kimga boraylik? Muhtaram prezidentimizdan yordam so'raymiz biz. Yordam bering, muhtaram prezident, biz uysiz qoldik. Uy olish uchun yordam bering, iltimos. 7 yildan beri yurgan odamlar bor. Uy yo'q bo'ldi deganda komaga kirib ketdim men. Bo'ldi, onam ketdi deb o'ylashdim bo'ldi. Nima degan gap bu? 5 yildan beri uyimizda yo'q. Yo bu nima uy kelguncha o'lib ketishimiz kerak biz. Bo'lmasdan uyimizdan ham, bolamiz ham to'yini ham. Men 2021 to'lov qilganman mana shu uyga. Mana 5 yil o'tyapti. 5 yildan hech qanaqa o'zgarish yo'q. Qayerga bormagan joyimiz qolmadi shu. Bormagan joyimiz yo'q. Qayerga borsak shu ahvol. Ertaga 10 kun muhlat bering, 20 kun muhlat bering, 1 oy muhlat bering. 1 oydagi mana shu ahvol. Mana shu paytgacha yuribmiz, kvartirada turamiz o'zi. Shu ahvolimizda kvartirada turib, kvartira pul to'lab, ham yaqin pul to'laganmiz. Yonimga kelib ketdi o'zi. Nima qilishimizni bilmayman. Sizdan shuni amaliy yordam berishni so'raymiz prezident. Bizdan oldin ham shunaqa jabrlanuvchilarni eshitganmiz. 5 yil, 6 yillik narsa ekan bu bilishimizcha. Menga endi 3-4 yil o'tgan bo'lsa, to'lovlarni qilib yurganman, 1 yil oldin отказ yozib vazirlikka yozgan. Unda ham chora ko'rishmadi. Hali kartotekamiz deydi, hali kasal bo'ladi, bahrom reanimatsiyaga tushadi. O'zlari har xil bahonalarni pulni qaytarib berishdi. Keyin yana bitta narsani ta'kidlab o'tmoqchi edim. O'zbekiston Respublikasini hal qiluvchi qarori, sud, oliy sud tomonidan hal qiluvchi qarori borlar ham bor oramizda. Ular ham haligacha bu hal qiluv qarorini ijrosini ta'minlab berishmayapti davlat tomonidan. MIPga ijroga chiqarilgan qarorlar ham hozirgi kunga qadar bir sima pul to'lanmayapti. Mana 80 ga kiray deb qoldim 77 daman. Endi shu o'tkazgan umrimni o'ylasam alam qiladi. Endi hozir bizlarga hali to'lagan pulimiz kopeyka odamlarga. Bizga mana kopeyka umrimiz bor, 40 yil общежитiyada turganman. Bir xonali uyda. Men o'zim ko'knada yotib, yerda yotib, umrimiz o'tdi. 23 ming topgan pulimizni shunaqa nima qilsa, odamlar shu o'rniga qo'ysin bizni. Endi biz kaska berdik, lekin men bilmayman. Qanaqa tushuntirishni ham bilmayman. Meditsinada 46 yil ishladim, zavodda 15 yil ishladim, yechakada erkaklar bilan teng ishladim. 2021-yil 18-mart kuni to'lov qilganmiz. Mana 5 yil bo'ldi. Hali uyimiz bitgan, biz remont qilib, ichiga mebelni ham olib kirib qo'ydik. Yashash uchun hech qanday sharoit yo'q.
hozir ijarada yashaymiz. Men ham xo'jayinim ham O'zbekistonni rivojlantirish uchun xizmat qilayotgan ilm sohasidagi odamlarmiz. Xo'jayinim informatika bo'yicha butun jahonda O'zbekiston sharafini himoya qilish uchun bolalarni doimiy tayyorlab keladilar terma jamoa rahbarlari. Biz har 2 oyda 3 oyda kvartira almashtirishdan, yosh bolalarimiz bor, ular bilan har xil uylarga ko'chishdan juda ham charchab ketdik. O'zingiz o'ylab ko'ring, bitta narsangizni o'zingizga kerakli bo'lgan narsalaringizni olib, bir uydan ikkinchi uyga bir ko'chib ko'ringchi, bir o'zingiz. Biz mana shu 6 yil davomida necha marta kvartira almashtirganimizni Xudoimiz biladi. Bizga ilm qilishimiz uchun ham, sharoit qilib berish uchun ham iltimos qilaman, o'zimizni uyimizni olib. Uyimizni bitmasligini yozib, kabinga bor yurgan paytlarimizda mana bunday qurilish yo'q edi-da. Mana shu qurilish vaziri, prokuror, yana kimlardir kelib, nahotki shu uyni ko'rmasa, lekin mana shu qurilmaslik xabari bor edi ularni. Nimaga qarab, bu nima bunday ahvolda turibdi so'ramagan. Qurilish vaziri ham kelgan, prokuror ham kelgan, Bektemir hokimi dalaydi mana shu. Bosim o'tkazilyapti. Yig'ilmalaring, miting qilyapsizlar. Biz haqimizni so'rayapmiz. Etaji realtorskiy kompaniyaga ishonib, shu uyga investitsiya qilganmiz. Etaji firma o'zining nomini o'zgartirib, hozir hech qanaqa yordam berayotgani yo'q. Kimdir Bazrat Denikka ham topshirdi. Pul 1,5 yil bo'ldi. Uchta xonadonga 720 million to'landi. Ozgina to'g'risiga qolib ketdi. Menga xatlar kelyapti. Shto shartnomani bir taraflama bekor qilamiz. Yana menga shtraf yozib beryapti. Vaqtida to'lamaganim uchun. Lekin uy zachadan уже o'tib ketdi vaqtidan. Qatlavan ham yo'q. Bugun informatsiya keldi, yana sotuv bo'limi ochilib, yangi firma ochilib, bizning o'zimizning uylarimiz boshqatdan sotilyapti. Boshqa narxlarda. Sabab mana bitta uyimiz 21-yil olganmiz. Mana remontlarni ham qildik. Kirishga ruxsat yo'q. Kanalizatsiya o'zimiz yonimizdan uladik. Unga ham ruxsat bergan. Suv yo'q. 5 yil 6 yildan beri uysizmiz. Mana bu ahvol ham shu ahvol bu ham mana. 3 yildan beri qurilish bo'lgan yo'q. Bu vashsha bu gapirmasa ham bo'ladi. Na bir metr armatura qo'yildi, na bir biror nima qilindi. Mana uyda sliflar hech narsa qo'yilmagan. Uy xarob. Remontlarimizni qildik. 4 oy davomida aboylar o'zi ochish boshladi. Nam o'tgandan xarajatlarni ko'tarilgan. Buni xarajatdan kim beradi? Uyimiz bor, uysizmiz. Firmadan najot yo'q. Dokument pulini to'lab bo'lganmiz 100%. Bektemir hokimiyati 10 martalab bordik. Hokim tinglagisi ham yo'q, ko'rgisi ham yo'q. Mana shu uyda olganimizdan beri 2 marta hokimni ko'rdik. 2 marta. 5 yil 6 yil davomida 2 marta ko'rinish berdi. Unda ham 10 minut ko'mish mumkin. Sizlarning ishinglarni chiqib ketyapti yig'ilishga. Hech kim tinglamaydi. Qayerga borishimizni, nima deyishimizni ham bilmaymiz. Kvartira endi 5 yil bo'lgan bo'lsa, 5 yildan beri kvartira to'laymiz. Boquvchi o'zimiz oilada o'zimiz. Loyihamizni yoki qurdirib beringlar, yoki bo'lmasam o'sha qurishi kerak bo'lgan odamlarni bizga topib beringlar, yoki bo'lmasam bizga aniq bitta gap gapiringlar, o'zingizlar qurib olinglar deylik, mayli to'rtta g'isht tashib kerak bo'lsa ham qurib olinglar. Kerak bo'lsa. Arxitektor ham bor, boshqa hamma sohadan bor oramiz. Quruvchi ham bor, malyar ham bor, hammasi bor. Bir oy kutinglar, 2 oy kutinglar. Boramiz bosh vazirga. Vazirlariga aytayapti. Xalq orasida yuringlar, xalq bilan bo'linglar, xalqning dardini eshitinglar. Qani u amalda hech qaysini. Taji bitta bosh vazir Abdulla Aripovning oldiga borishimiz uchun ham qancha bo'lgan odami kelib shuni olib ketib tashlayapti. Uni qanday bu bizlarni dardimiz kim eshitadi? Kadminga borsa, uni yordamchilari hech narsani hal qilib bermayapti. 1,5-2 yil bo'ldi kadminga qatnayapti. Ko'ray 5 oy yo'qolib ketadi. U Qirqlarga 8 yil bo'ldi. Bittagina najotimiz bizni prezidentimizda qoldi. Prezidentimiz iltimos shu narsani eshitib, hammamizni uyli qilishingizni so'raymiz.